Olimlar yurak qon tomirlari kasalliklarining oldini olishning samarali yo'lini topishdi. Ajablanarlisi shundaki, u dunyodagi barcha insonlar uchun juda ham qulay. Bu zinapoyalardan yurish. Biroq ko'pchilik zinapoyalardan harakatlanishni yoqtirishmaydi va undan qochishadi. Buyuk Britaniya olimlarining tahlillari shuni ko'rsatdiki, kuniga atigi zinapoyadan 50 pog'ona ko'tarilish yurak qon tomiri kasalliklari xavfini 20% ga kamaytiradi va aksincha zinapoyalardan foydalanishni to'xtatgan va liftlarni afzal ko'radigan uchun bu xavf 32% ga oshadi. Zinapoyalardan yuqoriga ko'tarilish tanadagi jismoniy faollikni oshirishning eng oddiy va qulay usulidir. Bundan tashqari bu qon tomirlari, o'pka va asab tizimidagi ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Zinadan ko'tarilish uchun sizga faqat zinapoyalar kerak bo'ladi xolos. Ular esa sizning atrofingizda juda ham ko'p. Shuningdek, sog'lom hayot uchun sport anjomlari, maxsus parhez va shifokor tavsiyalarini talab qilmaydi. Aksincha, u mutlaqo bepul. Afsuski, juda kam odam buni biladi va undan foydalanadi. Videoni zinapoyada yurishni yoqtirmaydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.